Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugungi videoni o'zbek adabiyotining buyuk namoyandasi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub mashhur roman Mehrobdan chayon asari haqida batafsil gaplashamiz. Bu asar nafaqat muhabbat qissasi, balki jamiyatdagi adolatsizlik va soxta dindorliklar qarshi yozilgan kuchli ijtimoiy roman hisoblanadi. Video oxirigacha ko'ring, siz asarning chuqur ma'nosini tushunib olasiz. Mehrobdan chayon 1920-yilda yozilgan roman voqealari 19-asr oxiridagi Buxoroda amirligi davrida tasvirlanadi. Abdulla Qodiriy bu asar orqali o'sha davrdagi poraxo'rlik, mansabdorlik, diniy munsablik, adolatsizlik tuzumi kabi muammolarni ochib beradi. Yozuvchi jadidchilar ruhida ijod qilgan va xalqni ilm ma'rifatiga chorlagan. Asarda bosh qahramon Anvar, u bilimli, adolatparvar, haqiqatni sevadigan yigit. Anvar eski va buzuq tuzumga qarshi fikr yuritadi. U yangilik tarafdori, lekin jamiyatdagi to'pok odamlar unga qarshi chiqadi. Asarda Ra'no obrazi ham muhim o'rin tutadi. Ra'no go'zal, oqila, sadoqatli qiz. Anvar va Ra'no o'rtasidagi muhabbat chizig'i asarga ta'sirchanlik beradi. Salim esa salbiy qahramon. U hasadgo'y, mansabparvar va fitnachi inson sifatida tasvirlanadi. Voqealar davomida Anvar adolatsizlik qarshi kurashdi, lekin eski tuzum vakillari unga to'sqinlik qiladi. Asar nomi juda chuqur ma'noga ega. Mehrobdan masjidning muqaddas joyi, poklik ramzi. Chayon zaharli, yovuz kuch timsoli. Yozuvchi shuni anglatmoqchi, muqaddas joyda ham nopok insonlar bo'lishi mumkin. Bu orqali u din niqobi ustida yurgan ikkiyuzlamachi kishilarni fosh etadi. Roman orqali Abdulla Qodiriy soxta dinlardan tanqid qiladi, adolatsiz tuzumni fosh etadi, ilm va ma'rifatni ulug'laydi, halollik va insoniylikni targ'ib qiladi. Asarning asosiy xulosalari shuki, jamiyat taraqqiy etishi uchun adolat va ma'rifat zarur. Aks holda Mehrobdan ichida ham chayon paydo bo'ladi. Mehrobdan chayon o'zbek romanchiligida muhim o'rin egallagan. Bu asar tarixiy davrning real tasviriga, ijtimoiy tanqidni kuchli ifodalagan. Hozirgi kunda ham dolzarblikni yo'qotmagan. Bugungi yoshlar uchun ham asar katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, Mehrobdan chayon bu shunchalik tarixiy roman emas, bu adolat, haqiqat va ma'rifat uchun kurash
haqidagi asar. Abdulla Qodiriy esa o'z asarini orqali bizning fikrlashga, jamiyatdagi illatlarga befarq bo'lmaslikka chaqiradi. Xulosa qilib aytganda, Mehrobdan chayon chugar ma'noli, tarbiyaviy ahamiyatga ega tarixiy roman. Abdulla Qodiriy bu asari orqali bizni halollik, adolat va vijdonli bo'lishga chaqiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.